Kim kasbikordan charchab to'shagida yotsa, charchab kelib uxlab qolsa, tunni gunohlari kechirilgan holda o'tkazadi deb Imom Tabaroniy rivoyatida Rasululloh aytibdilar. Halol mehnatdan charchab horib qolgan holati bandaga Allohga eng xush yoqadigan holat. Hattoki shunaqa fatvolar bor, bandani nafl ibodatdan charchab horib qolgan holatidan halol mehnatdan charchab horib qolgan holati Allohga xush yoqar ekan. Shuning uchun akalar, bu mehnatkashlik, bu ibodat. Nafl ibodatdan ulug' hattoki. Halol mehnat qilish insonni ulug'laydi azizlar. Insonni mehnat tarbiya qiladi. Mehnatkash odamda kibr bo'lmaydi. Chunki o'zi mehnatga o'zini urgan odam kibr bo'lmaydi. Ko'ringlar.